Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulaziz va bugungi videomizda Granny'ning ikkinchi qismi do'stlar. Ya'ni birinchi qismida qocha olmagan edik va endi ikkinchi qismida aniq qochamiz do'stlar. Xo'p. Avtomatni bu yerdan olamiz. Mana bu Granny o'lib yotibdi bu yerda. Xo'p, endi biz o'tgan safar ko'p joylarga men qaramay ketgan edim. Endi shu yerlarga qaraymiz do'stlar hozir. Xo'sh, yaxshilab qaramagan edim hamma joyga. Lekin shunga qaramasdan men mashinani hamma zapchaslarini yiqqan edim, esingizda bo'lsa, birinchi qismida. Va podvolni kalitini, ya'ni pet blockchain'ni ham topgan edim, ya'ni darvozani kalitini hozir mana sizlarga ko'rsataman. Mana pastga tushdim. Mana yerda gazolin, ya'ni benzin bor. Xo'sh, mana shu darvozani kalitini topdik. U mana bu yerda, mana bu yerda. Buni o'chirib qo'yaylik. Mana shu pet bloki, mana shu darvozani kaliti edi. Buni ochdik. Endi bizga faqat mana hamma joyini qo'yibman, mana zapchaslari hammasi bor. Endi menga faqat bittagina mashinani, mana shu mashinani kaliti kerak do'stlar. Benzinni qo'yib ketaman men bu uyda, la'natlangan uyda. Xo'sh, endi men hozir bitta joy qoldi tepada. Uning uchun hozir men Granny'ni u yoqqa chaqirishim kerak. Xo'p, buni olamiz bo'lmasam. Granny jon tirildimi, tirilmadimi? Xo'p, buni yiqitamiz. Granny. Menimcha tirildi do'stlar. Kattanda kelyapti shu Granny bor. Hop, qani u? Hop, qani u? Mana shuncha katta u. Mayli. Bo'pti ekan bo'lmasam. Tezroq kelsa bo'lar edi bu ham. Bo'ldi do'stlar. Ana kelyapti. Mana shu yerda jim o'tirib turamiz do'stlar. Xo'p, mana buni sindirish kerak bo'l hozir. Ana sindirdi do'stlar. Endi bu yerdan tezroq ket, yo'qol. Yo'qol bu yerdan. Yo'qol. I see you. Yeah, I see you deyapti. Xo'p. Bu yerdan nima chiqar ekan do'stlar? Zapchas chiqdi bu yerda. Rassana Granny mayli o'ldi. Allohu akbar. Granny sen вообще meni asabimga tegdi. Endi aniq o'ldiraman sen, pachoqni. Uchinchi kun. Tezroq tur, loy. Tezroq tur. Xo'p, avtomatni olib, hozir buni shataq qilib peshonasidan o'tamiz hozir. Avtomatni menga kattasan Granny, bu yoqqa chiq. Bu yoqqa kel. Mana bu yerda bitta o'q bor ekan. Kattasan. Yey. Xo'p. Biz hozir tepaga ketdik. Xo'sh. Voy.
Xo'p, nagli turgan narsaga qanaqasiga tushish mumkin? Xo'p, buni olamiz. Xo'p, qisqana. Bo'ldi. Qochi. Bu yerga o'tamiz. Xo'p, qamal qoldik, lekin bizda IQ cheksiz. Buni ochamiz. Ketdik bo'lmasam. Safe key kaliti chiqdi do'stlar, ya'ni safe'ning kaliti chiqdi. Safe'ning ichidan karkey chiqsa вообще mazza ko'radimda. Qo'shdik mana shu. Xo'sh, safe'ni ochamiz, qani? Upa, mashinaning kaliti. Bo'ldi, men aniq qo'shdim do'stlar. Hop, bu yerda master key. Buni olib tashlaymiz. Xo'p, endi biz hozir benzinni olib kelib quyamiz. Benzinni olamiz, ketdik. Biz bu la'natlangan uydan qochamiz. Tezroq. Bo'ldi. Xo'p, kalitni olamiz. Buni yopamiz. Ketdik. Orqaga. Oldinga. Orqaga. Oldinga. Orqaga va oldinga. Bu uydan qochdik do'stlar. O'rtoqlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosinglar. Hammaga xayr.